Ilon Mask daho yoki aqldan ozgan milliarder. Assalomu alaykum. Bugun sizlarga zamonamizning eng baxtli insonlaridan biri haqida gapirib bermoqchiman. Ba'zilar uni insoniyatni kelajakka olib borayotgan daho deb hisoblaydi. Boshqalar esa uni xavfli g'oyalarga berilib ketgan milliarder deb ataydi. Xo'sh, aslida Ilon Mask kim? Daho yoki aqldan ozgan milliarder? Keling bunga birgalikda javob topishga harakat qilamiz. Ilon Mask 1971-yil Janubiy Afrikada tug'ilgan. U bolaligidan boshqalardan ajralib turgan. Atigi 12 yoshida o'zi dasturlagan video o'yinni sotib ilk pulini topgan. O'sha paytdanoq u oddiy hayotni emas, dunyoni o'zgartirishni orzu qilgan. Keyinchalik u AQShga ko'chib o'tdi va internet endi rivojlanayotgan paytda kompaniyalar tashkil qila boshladi. Uning ilk muvaffaqiyatlari millionlab dollar olib keldi. Ko'pchilik shunday boylikdan keyin tinchgina yashagan bo'lardi. Lekin Ilon Mask boshqacha qaror qildi. U topgan pullarning deyarli barchasini yangi loyihalarga tikdi. Hatto shunday davr bo'ldiki, u bankrot bo'lishiga oz qolgan edi. Agar o'sha paytda loyihalari muvaffaqiyatsiz chiqqanida, bugun biz uning ismini umuman eshitmagan bo'lishimiz ham mumkin edi. Maskning eng katta orzularidan biri elektr avtomobillarni ommalashtirish edi. O'sha paytda ko'pchilik elektr mashinalarini kelajagi yo'q loyiha deb hisoblagan, ammo u fikridan qaytmadi. Bugungi kunda dunyoning deyarli barcha yirik avtomobil ishlab chiqaruvchilari elektr avtomobillar yaratmoqda. Ammo bu hali hammasi emas. Ilon Mask yana bir g'oyani ilgari surdi. Nega odamlarni Marsga yubormaymiz? Bu gapni eshitgan ayrim odamlar uni aqldan ozgan deb o'ylashdi. Chunki Marsga odam yuborish juda qimmat va murakkab vazifa edi. Shunga qaramay u raketa ishlab chiqaradigan kompaniya tashkil etdi. Dastlabki 3 ta raketa uchirilishi muvaffaqiyatsiz yakunlandi. 4-urinish ham muvaffaqiyatsiz bo'lganida kompaniya yopilishi mumkin edi. Lekin aynan o'sha parvoz muvaffaqiyatli bo'ldi. Bu nafaqat kompaniyani, balki Ilon Maskning faoliyatini ham saqlab qoldi. Bugungi kunda uning raketalari muntazam ravishda sun'iy yo'ldoshlar va kosmik kemalarni orbitaga olib chiqmoqda. Hatto insonlarni Oy va Marsga olib borish bo'yicha loyihalar ham ishlab chiqilmoqda. Ammo Ilon Mask haqida bahslar faqat muvaffaqiyatlar bilan bog'liq emas. U ijtimoiy tarmoqlarda juda faol. Ba'zan uning bitta xabari aksiyalar narxiga yoki kriptovalyuta bozoriga sezilarli ta'sir ko'rsatgan. Shu sababli uning mas'uliyatsiz deb tanqid qiladiganlar ham bor. Bundan tashqari u juda noodatiy fikrlarni ham ilgari suradi. Masalan, kelajakda inson miyasini kompyuter bilan bog'lash yoki Marsda shahar qurish g'oyalarini ochiqchasiga muhokama qilgan. Ba'zilar bunday g'oyalarni fantastika desa, boshqalar ularni kelajakning boshlanishi deb hisoblaydi. Qiziq tomoni shundaki, tarixdagi ko'plab buyuk ixtirochilar ham o'z davrida aqldan ozgan deb hisoblangan. Ammo vaqt o'tishi bilan ularning g'oyalari haqiqatga aylangan. Xo'sh, Ilon Mask ham shunday insonlardan birimi? Bunga hozircha aniq javob berish qiyin. Lekin bitta narsani inkor qilib bo'lmaydi. U butun dunyoda avtomobil sanoati, kosmik texnologiyalar va sun'iy intellekt haqidagi suhbatlarni o'zgartirib yubordi. Bugungi kunda millionlab odamlar uning har bir yangi loyihasini kuzatmoqda. Kimdir uni qahramon deb biladi, kimdir esa xavfli tavakkalchi deb hisoblaydi. Balki haqiqat shu ikki fikrning o'rtasidadir. Ilon Mask ba'zan juda jasur va g'ayrioddiy qarorlar qabul qiladi. Ayrimlari muvaffaqiyatga erishadi, ayrimlari esa tanqidga uchraydi. Ammo u odamlarni befarq qoldirmagan. Endi savol sizga. Sizningcha Ilon Mask haqiqatdan ham zamonamiz dahosimi yoki u shunchaki juda katta tavakkal qiladigan milliardermi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. E'tiboringiz uchun rahmat.